YouTube ahli, bugun biz sizlar bilan Pythonning 14-darsi, ya'ni dictionary, lug'atlar mavzusini o'rganib chiqamiz. Bugungi mavzumizda listning oson turi, ya'ni listning osonroq ko'rinishi va u ko'rinishini konsolda chop etish, unga yana qo'shimcha ma'lumot kirgizish, ma'lumot o'chirish, shunga o'xshagan qisqa narsalarni o'rganib ketamiz, ya'ni qo'shimchasiga. Bo'lmasa biz bugungi darsni boshlaymiz. Oldingi darslarimizda list haqida tanishgan edik. To'g'rimi? Shu ma'lumotlarni o'ziga chaqirib, uni konsolda chop etish uchun osonroq bir ma'lumot yig'uvchi desa ham bo'ladi buni. Xuddi shu tarkibda listni yozar edik, ichiga kerakli ma'lumotlarni kiritib. Va bu uni listni chaqirish usulini bu yerda ko'rsatib o'tgan. Ammo bu usul doim ham qulay emas deyapti. Nima uchun? Sababi ba'zi ma'lumotlar shunchalik ko'payib ketadiki, biz uni yozgan paytimiz, konsolda chiqarayotgan payt dastur adashib ketib qolishi mumkin. Ya'ni bunga tushunmay qolishi mumkin. Shu uchun listdan ham osonroq yo'li mavjud. Bu dict, ya'ni dictionary da indekslanmagan kalit va qiymatlar mavjud bo'lib, ular orqali biz osonroq konsolda yana chop etishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana dict, ya'ni dictionary, dict qanday yoziladi? Boshida gullik qavs ochiladi. Uning ichida ikkita qiymat beriladi. Kalit va qiymat. Ikki nuqtadan chap tarafda key, ya'ni kalit beriladi. Ikki nuqtadan o'ng tarafda qiymat, ya'ni value beriladi. Ikkovini o'rtasida doim ikki nuqta bo'lishi shart. Mana gullik qavs deyapti. Buni aytdim. Lug'at deyilishiga sabab ham haqiqiy tarjimonni vazifasini bajarib berishga o'xshaydi uning vazifasi. Shuning uchun biz uni dictionary, ya'ni lug'at deb ataymiz. Listda saqlangan mashinamizni endi dictga saqlaymiz. Kelinglar shu kodni o'zimiz yozib ko'ramiz. Nima chiqdi bu yoqda? Mayli. Qani boshladik. Buni o'rniga kar deylik. Barobar dict. Endi ichiga masalan model qo'sh tirnoq ichida model 2 nuqta BMW. Doim vergul bo'lish shart. Keyingi ma'lumotni yozmoqchi bo'lsangiz, bu yerda masalan yil 2 nuqta, keyin bu yerga bu kerak emas, 2012 deylik. Keyingisi narx deymiz. Shunaqa xatolik berib qolishi mumkin, shuning uchun bu yoqqa vergul qo'yib ketishlar shart. Narx deymiz. Narxni yoniga ikkita nuqta va 200 dollar men taxminan yozdim. Rangni keyin o'zimiz qo'shib olamiz. Hozircha mana shu yetadi. Ya'ni dictning yozilishi qanday bo'ladi? Mana bu key, mana bu esa value hisoblanadi. Key va value. Hozir bularni qanday qilib chaqirishni o'rganishimiz kerak. Mana dict elementlariga murojaat qilish, ya'ni qanday qilib ularni konsolda chop etish. Hozir yozib ko'ramiz. Print ichiga model, buni ichiga bunaqa, shuni model debman, voy, modelni ana unga qarabman, car ichidan modelni chaqirib olamiz. Model deb yozganmanmi? O'zi shunaqa ekan. Model.
model. Endi tagidan print car yil va tagidan print narxni ham chaqirib qo'ysak, mana chiqdi. Mana BMW 2012 ga mana narxi ham chiqdi. Bu yoqda e'tibor bersangiz, modelni chaqirsak BMW, yilni chaqirsak bu, narxni chaqirsak soni kelib chiqyapti. Ya'ni keyin chaqirsak doim valyusi kelib chiqadi. Xo'p, indeks emas kalitga murojaat qilgan sababi kalit unique mana. Ya'ni ikkita chaqirsak ikkinchisini olib ketadi. Bu yoqda ikkinchi kiritilgan ma'lumotni o'ziga qabul qiladi. F-stringdan foydalanish, buni ham tushuntirib o'tirishim shart emas. Yangi juftlik qo'sh, mana shu kerak. Yangi juftlik qo'sh. Karmi? Userda. Kar, xo'p, bu ichiga masalan rang deymiz. Barobar xo'p, qizil deymiz mana. Rang deymiz, qizil deymiz. Keyin bu yoqqa print qilib kar rangni chaqirib qo'ysak, mana qizil kelib chiqadi. Qizil bu yerda belgilanmagan, lekin biz mana bu yerda qizilni orasiga qo'yib ketyapmiz. Shuning uchun rang bersak qizil kelib chiqyapti. Xo'p, endi xuddi shu tartibda kalitlarning qiymatini o'zgartirish mumkin deyapti. Xuddi shu tartibda mana buni anonga olib tursak, mana bu model deb yozsak, bu yoqqa model. Endi qarang, hozir modelda BMW turibdi, to'g'rimi? Endi yarimta rang bersak qizil bo'lib qoldi. Ya'ni bularning ichidagi valyusini ham shu tarkibda almashtirishimiz mumkin deyapti. Bunga matiz deymiz. Xo'p, mana juftlikni o'chirish. Del user age. Xo'p, mana del .car tochka bilanmi yo tochkasiz ekan. Mana bu yoqqa, mana bu ikkoviga ham mana bu yoqda kiritilgan ma'lumotlarni yozib ketasizlar. Xo'p, bu yoqqa yil deylik. Mana yilga xatolik beryapti. Error yil, ya'ni yil degan ma'lumot yo'q deyapti. Sababi biz bu yerda o'sha ma'lumotni o'chirib tashlayapmiz. Xo'p, keyingisi dict metodlari. Dict metodlari bular nima? Shu paytgacha kelgan ma'lumotlarni tez aytib ketdim, sababi bu sal uzunroq bo'lgani uchun. Agar diktda siz so'ragan kalit so'z topilmasa xatolik chiqadi. Masalan mana bu yilga ham ikkita. Yil emas, mana buni qilib turaylik mana. Rang degan hech qanaqa ma'lumot turi yo'q mana. Rang degani yo'q deb keyin error qilib xatolik chiqaryapti. Biz hozir shuni to'g'rilash uchun dict metodidan foydalanamiz. Odatda dastur ishlab turganda xatolik chiqishi boshqa muammolarga olib kelishi mumkin. Ya'ni ishlamay qolishi mumkin. Get metodidan foydalanamiz. Get metodi. Keyinlar mana bu yerga osonroq bo'lishi uchun bunday qilamanda, metodlar deymanda. Bu yoqqa keyin birinchisi get metodi. Get metodi nima ekan? Get metodini qo'ysak, biz none kelib chiqaradi. Ya'ni mana bu yerda hozir .get desak, bu rangga error beryapti-yu. Nimaga? Bular qaos ichidami hammasi? Oho. Ferrari. Get qo'ysa, gulli mana bunaqa qaos emas, oddiy qaos qo'yish kerak ekan. Mana. Shu getni hammasiga bittadan qo'yib chiqaydi. Ctrl+C qilamiz-da. Ctrl+V.
tochka. Hozir videoni pauza qilib turaman, keyin yana davom ettiramiz. Shu narsalarni to'g'rilab olganimdan keyin. Mana videoni davom ettiryapman. Mana ko'rib turganingizdek bo'ldi hammasi. Hammasini qilib chiqdim. Mana rang degan element key yo'q bu yoqda. Shuning uchun bu yoqqa boya error berayotgandi, key error deb, endi esa none keltirib chiqaryapti. Xo'p, bunga yana bitta nima desam bir sabab. Yo'q. Bunga sabab qilolmayman hozir, yana yozib chiqish kerak. Bu bunday bo'lib tursin. Mana buni qo'yib yuborsak, mana yilga none beryapti. Agar shu delni shunday o'chirib tursak esa yilni ko'rsatyapti. Ya'ni get agar o'sha ma'lumot turi bo'lsa none beradi, bo'lmasa none beradi, bo'lsa o'sha ma'lumot turini o'zini chiqaraveradi. Getga yana biza masalan aynan get emas deb virgul qo'yib, bu yoqqa bunday kalit so'z yo'q desam, endi mana bunday yoqib tursak, bunday kalit so'z yo'q. Ya'ni bu yoqqa yozilgan ma'lumot none so'zining o'rniga kelib chiqadi. Tushuningiz deb o'ylayman. Keyingisi vaqtimiz kam qoldi, hozir tez aytib o'taman. Menimcha bu yo'qni tushunasiz deb o'ylayman. Keys, values va items. Kelinglar, shuni qisqacha tushuntiraman. Hozir yana videoni birozga pauza qilib turaman. Bitta for o'tgandikda o'sha forni kodini yozib olay, keyin videoni davom ettiramiz. Xo'p, endi bu yoqda mana bunday qilamiz. Ya'ni birinchisiga case deb ram bersak, bizga faqat keylarni keltirib nimaga hozir faqat bu yoki valuesga ishlarmidi? Mana values. Xo'p, nega ishlamayapti? Faqat value, mana bu yoqda kiritilgan ma'lumotlarni chiqarib beryapti. Agar buni o'rniga key deb yozsak, mana faqat keylarni model, yil, narx keylarni chiqarib beryapti. Agar bu yoqqa items deb yozsak, items. Agar items deb yozsak, ana koni ham chiqarib beradi. Ya'ni biza o'rgangan hozirgi qanolar key biz o'rgangan hozirgi metodlar case, values va itemslar edi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi menimcha bu yog'i. Bo'ldi. Nested dict ekan. Nested dictni mayli keyingi safar tushuntiraman. Bugungi